Eshitding buni. Bo'pti, urmayman sen meni eshit. Bunday qil. Urmayman, bunday qil mana, bunday qil, bunday qil. Hop, meni eshit. Ey, senga 6000 kilometrdan keldi. Sen to'g'ri tushungin, tushib beradi bizni. Bu savdo qilish yo'q. Bo'pti seni. Bera o'rgin bo'pti. Seni kimlaring hop 400 beraman. Yo, qimmat bo'lib ketyapti. 200 beraman. Hozir. 200 beraman. Bo'ldi. Gapirma. Sen balki sen ham qo'lingni ber. Shu bilan savdo qilaman buni. Va sen bilan savdo qilish kerakmi? Nima qilsin? Tashim bilanmi? Berasan, top bo'lar. Mana uni. Nima qilsin? Ber. Nima deyapsan mana? Ciddi sham. Bo'pti, mana qasiga ushlayman. Bo'pti, seni qiynamayman. Bo'pti, berasanmi? Ozgina tushib bergin. Sen aytganingni sotmaysan-ku axir. Bizda o'zbekchilikda yana tushirib oladi. Bor. Pishing. Ber. Sen tushasanmi? Ayting. Ana tush ayt dedim. Ayting buni tushirsin. Ozgina tushib ber axir. Qo'ldan olib ketsin. Joning o'layaptimi? Nima mana shu davlatlarga. Kes sen bilan Nima shu